Qadrlanmagan mehr xuddi suvsiz qolgan guldek vaqt o'tishi bilan so'nib boradi. Sizni anglamagan, borligingizni boricha ardoqlamagan qalbga mehr berish o'zligingizni beshafqat qurbon qilish demakdir. Unutmang, muhabbat faqat ikki qalbning talpinishi bilan tirikdir. Bir tomonlama bo'lgan talpinish esa vaqt o'tgan sari insonning ichki dunyosini vayronaga aylantiradi. Shunday kun keladiki, qalbingizdagi olov o'rnini sovuq kun egallaydi. O'shanda ortga boqishdan foyda yo'q. Yo'qotilgan vaqtni ham, singan ko'ngilni ham qaytarib bo'lmaydi. Eng achinarlisi, afsuslanish o'z kuchini yo'qotgan bo'ladi. Sening qadring eng oliy ne'mat. Uni arzon qilma, har kimga berma. Qadrlamagan ko'ngil begona xilqat, o'zingni yo'qotib, g'amlarni terma.